Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi mavzuyimiz boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim vositalaridan foydalanish. Ushbu mavzuyimiz ikkita rejadan iborat. Birinchisi, boshlang'ich ta'lim fanlarini o'qitishda ta'lim usullaridan foydalanish. Ikkinchisi, ta'lim usullari haqida tushuncha, interfaol va o'qitish usullari. Ushbu rejalarimizni yoritar ekanmiz, vosita va ta'lim vositalari tushunchasiga izoh berib o'tsak. Birinchisi, vosita bu o'quv jarayonini predmetli qo'llab-quvvatlanishidir. Vositalarga o'qituvchining jonli nutqi, keng ma'noda uning mahorati, darsliklar, sinf jihozlari va boshqalar kiradi. Ta'lim vositalari esa o'quv jarayonining tashkil etilishi va o'tib borilishini ta'minlaydigan xilma-xil o'quv jihozlari, o'quv qo'llanmalari va boshqalardir. Ta'lim vositalari 3 xil bo'ladi: didaktik vositalar, texnik vositalar, pedagogik dasturiy vositalar. Ta'lim vositalarini tasniflaydigan bo'lsak, birinchisi didaktik vositalar bo'lib, inson qo'li orqali yaratilgan vositalar didaktik vositalar hisoblanadi. Masalan, tarqatma materiallar, bukletlar, maketlar, ko'rgazmali qurollar, kitoblar va hokazo. Ikkinchisi texnik vositalar. Texnik vositalar bu inson qo'li orqali yaratiladi, lekin texnika orqali namoyish etuvchi vositalarga aytiladi. Bularga kompyuterlar, mobil qurilmalar, multimedia vositalari kiradi. Texnik vositalar ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi multimedia vositalar, ikkinchisi kommunikatsiya vositalari. Multimedia vositalari bu ovoz kuchaytirib beruvchi vositalarga aytiladi. Masalan, kolonkalar, mikrofon, naushnik, elektron doska, videokartalar, optik disklar, kameralar, diktofonlar, fotoapparatlar kiradi. Kommunikatsiya vositalari bu murakkab dinamik tizimlar va uning axborotni qabul qilish, to'plash, o'zgartirish imkoniga ega qismlar o'rtasida axborot almashinuvi, noverbal va verbal harakatlar natijasida axborot olish vositalari. Masalan, kompyuter, telefonlar, televizorlar, sputnik, internet tarmoqlari, antennalar va radiolar kiradi. Pedagogik dasturiy vositalar. Pedagogik dasturiy vositalar bu kompyuter texnologiyalari yordamida o'quv jarayonini qisman yoki to'liq avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan didaktik vosita hisoblanadi. Ular ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishning istiqbolli shakllaridan biri hisoblanib, zamonaviy texnologiyalarning o'qitish vositasi sifatida ishlatiladi. Pedagogik dasturiy vositalar tarkibiga o'quv fani bo'yicha aniq didaktik maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan dasturiy mahsulot, dasturlar majmuasi, texnik va metodik ta'minot, qo'shimcha yordamchi vositalar kiradi. O'qitish vositalari o'quv muassasasining material-texnik ta'minlashining tarkibiy qismi bo'lib, talabalarda zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularning ta'limiy bilish, o'rganish, ilg'ash faoliyatini boshqarish, barkamol rivojlantirish, tarbiyalash uchun o'quv-tarbiyaviy jarayonda foydalanadigan materiallar tizimidir. O'qitish vositalariga quyidagilar kiradi. Birinchisi tekstli vizual vositalar. Bular matnli vizual vositalardir, ya'ni matn bilan bog'liq bo'lgan vositalar. Bularga maxsus adabiyotlar, o'quv didaktik materiallar, o'quv dasturlari, sinov va nazorat varaqalari kiradi. Ikkinchisi tasvirli vizual vositalar. Bular rasm ko'rinishida bo'lib, ularga fotosuratlar, tasvirlar, eskizlar, chizmalar, sxemalar, ramziy tasvirlar, reja, jadvallar va simvollar kiradi. Uchinchisi audiovizual vositalar. Audiovizual vositalar bu eshitish orqali hosil eshitish vositasida o'zlashtiriladigan vositalar hisoblanadi. Bular diagrammalar, grafiklar, texnologik jarayonlar va mashinalarning ishlash mexanizmlari to'g'risida videofilmlar kabilar kiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.